Amitabha, Amitabha. Hey, 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 hey. Remember, oh. Kalana. Hey, Ustaz! 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 Ustaz, özünü şeytan çapırdı. Çapırdan bozla. Şefek degen neyken o? Guangliang mı? Yok, bozla. Bozcu. Şeyhim bu gepini bizden köp kamsu. O kelip. Men bile köpsün. Ya, bu koydu bozla. Siz bozma, Ustaz. Komut şeyhim bizi eğitleydi. Bozla. Siz boz değme. Ustaz. Bozla. Bozla değme. Ustaz. Yala. Bunu üstüge çıkın la. Bu konak çay Ustaz. Bu konak çay. Oy oy. Kane, ilişkilerim var çok ha? Ey, kila. Bola ketang la. Bola ketang la. Yang kita betang la ha? Oycan, bulamay kaldı Oycan. Bulamay kaldı Ustaz. İlişkiyle uruşmayınız. Bizi koyuyla uruşmayınız. Yola emdi. Kenangla petip sirensler kanda. Kenangla petip yoğuşmayınız. Uruşmayınız. Sekrala. Jinghan Jingming, yana kavga qilayotamizlar. Özür tüpürüp Ustaz. Yarmasına kes. Jigong, yürküm yemandak yoğan senin. İbadetxanaga iş köşünü götürüp kirgirin nemisi. Boldu yeme taşlıvet. Taşlıvet ya aferin taşlıvet. Amitabha. 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 Hey bol taşlıvet deymen. İş köşün taşlıvet taşla. Israf olmam da. Bu nemlige temlik geçti. Kandak, tit bakalım ha. Amitabha. Bol ekeme taşlıvet. Hey.
Boya ish go'shini men bir kishi yegan bo'lsam, hozir uni quduqqa tashlab etdilar. Mana endi ibodatxonadagi hamma shayxlarning og'zi tegadigan bo'ldi-da. Allah yaman bo'pti. Amitabha. Jing'an jingmin quduqdagi ish go'shin darhol suzilinglar. Ey gunohkor bo'ldik. Gunohkor ummatlar, gunohkor muxlislar, gunohkor bo'ldik. Quduqda it go'sh ko'rinmaydi. Men qapqili turdi. Ha? Ish go'shi mana bu yerda. Jigong, sen yana meni ko'ldirlat qilib turibsan-da. Bo'ldi. Bu gapni qo'yib turayli. Qani, deb baqana. Bugun qandoq kun? Qandoq kun bo'ladi? Sen yana nima saranlik qilasan? Yur, oqsoqolning oldiga kiramiz. Yur deyman. Kajda qilma. Yur, mana. Ma'soncho, mana deyman. Mana. Ketib etma, men ketib boqay. Jigong, ola, chaqtama. Seni oqsoqolning oldiga kirma. Ola. Kızma. Bal deymen, bal sancho. Bol deymen, bol. Sen meşherde durup dur. Oqsoqol. Özlerine ma'lum bo'lg'ayki, Jigong yana ist ko'zini ko'tarib ibodatxonamizga kelibdi. Kaminlari shuncha pandini sar qilgan bo'lsam-mu, o zotli quloq solmadi. Ana qarsla, uning ist ko'zi yeyotqinni. Qani, endi nima deysan ki mayaqqa? Oqsoqol qarsla, yana yeyotqinni, ha? Şagirtim Jigong. Oqsoqolsin chaqirmoqda. Xo'sh, oqsoqol. Sening sirt sadiq tilab yurguningga uzoq bo'ldi. Bundaq beg'am bo'lvanma, ha? Bir qapak may, ikki pochik go'sht, 3 vaqt tomoq, 9 qoch o'moch bo'lsinmi? Yeb bo'lalayman. Marketni ko'rib qarsa oqsoqol uning gapini. Jigong haqiqatan qamlashmaydigan askansa. Sen may ishib, go'sht yemsin ataxi. Oqsoqol. Taş yeşil dağla ara, turarsan sizravakla çoğçuyup, usul kaçangıcı davamlaşa ulguyup, şiho kelidi nakşa, meska kaçka, ıllık şamal elip gelgen fırakla, tutuhancuni şahi cahan, mukaddes paydah kılıp. Bu gepçe şeytan boludiken de, ha? Canaplarga şunu dep qo'yayki, shaytondan qutulmak oson, lekin odamning eskisidan qutulmak tez. Qo'y bunda qavaymaqan gapingni. Sen odatda butxonning qoida usullariga amal qilmaysan. Senda nima bu adab axloq bo'lsin, og'zingdagi quruq gap nimaga dal bo'ladi? O'sroq. Ustoz qarsla uning gapini. Haramzada. Jigong, sen mushundaq shatroqlik qilib yurib, qachon odam bo'lasan? Oqsoqol hazratlari, sizlar yuqorida turib olib, jahondan bexabar bo'lyaptilar. Mushbadir ketivastlari, har qancha ibodat qislarimi bekor. Onundan göre Pekir bilen billa odamlar orasiga berib sadiq tilab, sergizash shikoyatni boshdan kechirib, chin samimiy nasihatlar quloq solganlari tuzuk. Shundalar taqvodor shayx bo'lalaydilar. Jo'ylama. O'zing bir chakin haroq kechtirg'uq taqvodor shayx bo'lalaydiqmi dedi. Tasın bir chakin nima ekan bu? Chakini dedingmi? Sen meni chakini desa, men o'zimni qaltis saqlayman. Sen meni shayx desang, biroq men shayx emasman. Taqvodorlik yo'q desang, biroq menda taqvodorlik bor. Chakini odam desang, biroq men qaltis odamda. Oqsoqol, onun yağlımı gaplariga quloq solmizlar. Bugun mehlat to'shdi, uningdan tangini olayli. Jigong, xo'sh. Tangini yig'ib olgansa,
Voy, tengi to'g'risidagi ishqa nima oldirash kepti. Uni yig'ib oldim. Bugun tushdan keyin 3-dan urilgani beray. Hozir taqi vaqt to'shmadi. Sen turib tur, men vaqt qarab baqay. Qara, ma'qul, qarab baq. Vaqt to'shdi, tengin chiqa. Kirib! Ustazim! Talağı sadiqi berdigan bir adam kepti. O bektörlerde kılıdı. Üstü başları bek pozor, holtez. Xuddi söyledik boyvachchilarning o'zi. Ha, bulunla. Aldığı çıkıp teklif qilib kiringlar. Kılıdı. Prezident! Ustazim! Talağı sadiqi bermende ben bir adam kepti. O bektörlerde kılıdı. Yüz appak sakıl uzun Türk gali direk. Ama nayt spaya edep kişi de görünüdü. Tez teklif qilib kiringlar. Bulunla, çamsan. Pirip! Hazırdım. Talağı yeni bir adam sadiq bagin kepti. Turkudan erbiye bazada kılıdı. Özüne ait sulap versek. Sürevet kişiken tuhafırlık mınmın dep görünüp durdu. Belli, tez başlap kiringlar. Kaminleri Jobençin, Langyang ibodatxonasi degan bu ulug' makonni jahondagi pok muqaddas joy deb bilib, o'z ixlosini bildirish uchun alayda 5 masar tang sadiq qilay degan muddaa bilan kelib edim. Amitabha. Tekir Subishanning mu ko'pdan buyon Langyang ibodatxonasini bir tavop qilish umidim bor edi. Murad maqsadimning hosil bo'lishi uchun men bugun oz bo'lsa-mu 5 ming satanga sadiq qilib keldim. Amitabha. Pekir, Lonaychingning köptün buyan Langyang ibodatxonasini bir tavop qilish umidim bor edi. Bugun Murad maqsadimni hosil qilish uchun oz bo'lsa-mu 10 ming sar tangini inom qilay deb keldim. Amitabha. Sadiqi qilgan bu 3 to'rining ibodatxonamizga alayda kelib mardonlik bilan yordam berishida cho'qim bir sabab bor deyman. Kaminleri ömür boyu tirishib termishib yurib, oz to'lib pul to'plagan bo'lsam-mu, lekin to'g'ri yo'lda mangmay, qimar bilan shug'ullanib, topgan targan narsalarimni degidek uttirib tugatdim. Langyang ibodatxonasiga ko'p qitim sing'irganimda Jigo janoblari meni ibodatga da'vat qildi. Men shuning bilan yama yo'ldan qaytib, sadiq berish uchun alayda bu yerga keldim. Amitabha. Langyang ibodatxonasidagi Jigong Xupayan oldimin o'z himoyasiga kelib, o'g'ri qaroqchilarning yo'shirin ziyonkashligidan saqlab qoldi. Langyang ibodatxonasidagi Sheyx Jigong menga mehr shafqat bildirib, şifalık doğru bilen anamның ama közünü davalap saqaytdı. Hazır anamның közü bütünley içilip ketdi. Ben Şeyh Jigong'a minnettarlığımı bildiriş için bu yerge geldim. Biz dua taleplerimizin icabet alışı için geldik. Şeyhlerimiz şefkat qıptı. Jingan Jingmin. Hoş. Sizler bu 3 sadiqchini daminish uchun sarayga başlanglar. Hop. 3 sadiqchi, qani sarayga marhamat. Kane merhamet. Qani marhamat. Kimsen? Nemi olaysa? Jigong, sen miydin? Seni izlep bamga yerim kalmadı. Bu yerde otur sen de. Şirin çını pızıvetti. Jigong, tengimu geldi. Endi gep sende kaldı. Sahavet kasırını yasaşka, yalğız tenginin buluşuyla kupayı kınmaydı da. Sen beni yağıştırıp gel demekçi mi tehi? Kara gipinizden bir yerin çıkkın mı? Ben bağmayım.
bir gün şeyh bo'lsa, bir gün qo'ng'iroq chal degan gap bor emasmi? Şeyhlikni hamma senli qilsa, qo'ng'iroqni hamma menli chalaman. Qurbati bala ko'proq ejr qildigan gap. Men yaqash tilabkasan, sen qanday qilasan? Men ibodatxonadagi barliq shayx g'oyiblar oldida sana 3 ta'zim qilaman. Amsa kepan gap bo'lsin. G'oyiblar yolg'on gap qilmaydi. Bo'ladi amsa, shunday qilaylik. To'xta. Navoda yog'och tilab kelamay qolsangchu. Qo'sig'inga kirib chiqsa, sen meni ibodatxonadan haydab etmoqchi. Yo'qsa, bo'ldi. Yetim gap. Rahiblar yolg'on gap qilmaydi. Yog'ochni qachon topshirsan? O'gillikka. Tushdan keyin 3-dan urilganda topshiraman. Bu gitar rostmi? Rast. Rast. Yolg'on. Rastsam yolg'on. Rastqimi, yolg'onqimi o'xshaydi. Yolg'onqimi, rastqimi o'xshaydi. Jigun yog'och tilash vazifasini topshirib olgandan keyin ishqa darhol otlanib, bulutga o'ltirib, kun petishdagi tog'liq o'rmonga yetib keldi. Bugun bizni rasm nasibasi kutgan bekor avar bo'lib taqqa chiqib yuribdi. Shundaq, Lyuzerda degan bu qirqaq boshliqni yetajab yomankina. O uchiq chiqqan bir buzoq. Tag'liqlar taqtayni tirikchilik qiladi. Tag'dan ayrilsa ular qanday yashaydi? Bu o'rmonlarni ya keskil qo'ymasa, ya hardigil qo'ymasa, men nima qilib ashiytaman? Shu emasmi? O taymanglar davasa, kimi tegish betini alsa? Hey, anglashimcha vazir mahkamasida katta qurilish elib berib o'tibdi. Bozordagi yog'ochlarning jimisini shu yerga elib olibdi. Levzardar bu fursatdan foydalanib tog'ni qamal qilib yog'ochlarni yuqori baho sotmoqchi. Aslida bundaq ishganda, hey, yana biz turalni qiynaydigan gap. Hey, bayvatchi Levzardar, erkingda turibdi tutash ketgan o'rmonlaring kesilganga otola o'rmonning tugab ketar qanchalik daraxtlaring. Shu emasmi? Endi buni qanday qilish kerak? Hey! Köp kayı. Özlerini uzun bulduk söylemedi. Avaylakmayasın. Avaylakmayasın. Bugünkü bu Bugün pekir, bulaq boyu irki şipan uyumda at birgini ziyafet teyarladım. Her birinin kadem taşırıp kılıç kalakları için rahmet deydim. Özür dilerim şahsı. Avaylakmasın. Mehmallah. Seni, merhamet. Oturma. Hoş taksırından oturma. Şeyhim, bugün Sadiq tilapkaga o'xshaylar. Ondaqtikini ar qo'yliq kelib Sadiq tamiqiga eg'iz takkizsizlar. Ya. Hey, bu neymiş? Ha?
onun azroq pul berib chiqaringlar. Bo'pti. Men sizlarga bir necha tanga beray. Tez chiqib kelsizlar. Xo'jayiningni oldimga chiqart. Hey shayxim, men bayatın o'zlariga bugun xo'jayinimiz mehmon kutdi dedim-ku. Sizlar nima buncha beshamlik qilib turib oldinglar? Shu emasmi? Qopslar, chiqib kelsizlar. Sen kirib xo'jayiningga ma'lum qilib qo'ysang ish bitmadimi? Bo'lmaydi. Bo'p demasa, o'zim kerak. Yaxshi. Sen kirib ma'lum qilmasang, o'zim ma'lum qilay. Toza bir she'rkina bu. Leo hocam, men shuncha yo'l besib o'zlarini ko'glik elsam, oldimga chiqmayaptilar. Shumi odamgarchilik bo'ldimi? Bu qandoq narsa? Qizlar, bu qandoq narsa? Oqgullik magnoliyami nima? Oqgullik magnoliya ekan. Magnoliya osmondan tushdi. Doktorlar uchun chuqum katta bir xosiyatli ish bor. Belli. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. O'zirdin kelsin. Muborak bo'lsin. Qani, xo'sh. Voy, nima degan xushbo'y. Leo hocam, men shuncha yo'l besib o'zlarini ko'glik elsam, oldimga chiqmayaptilar. Shumi odamgarchilik bo'ldi. Bu kimdi? Nima? Sirti birisi bormi? Degin, bir shayx ishikdi o'zlari bilan ko'rishiman deydi. Bugun mehmon kutaman. Shayx sadiq tilisa uning otli sadiqa beraversanglar bo'lmadimi? U ish qilishning nima keragi? Degin, peqirim shundoq degan edim, lekin o shayx o'zining oldimga chiqmasa, saat bo'lmaydi, da'vatida. Nima? Shundoq demdi tehi. Leo hocam, o'zlari chiqibdilar. Kasla. Shayxim, kasla. Nima gap turibdi? O'zlarini bugun katta ziyofat berdigan deb anglab, miskin rohiblari bu yerga qadam tashrif qilaverdim. Andoq bo'lsa, Oq saroyga chiqib biror qacha sadiq tamoq yeysizlar. Miskin rohiblarning yiroqdan kelishi biror qacha sadiq tamoq yeyish uchun emas, hocam. Mundaq qilib aytganda, shayxim pul to'lash uchun keldi-da. Oy, chuli, menga uni 10 soatga berib ketkizib ber. Xo'p. 10 sartangaga saylani ma'qul degizganlari bilan, menda shayxni ma'qul degizarlamdilar. Oho, shayxim, sizlar ya sadiq tamoq yemisizlar, ya pul olmasizlar. Zodi nima deb keldilar, ha? Faqat bu yerga boshqa ish vajidan, ya'ni o'zlaridan ozroq yog'och sadiq tilab kelaverdim. Yağaç tilash. Ey shayxim, men daq nimada qilganini debdiman. Aslida mo'shu gapkanda. Shayxim, sizlarga qanchalik yog'och kerak? Chiqamiz. Yektikim yapalığıda yana yağıçlı bozuk. Bozuk bu ha? Yaktakları qanchalik yog'ochni yapalaydi. Menimcha yanıla 10 saatangina ağaları yaxshimikin? Yo'qsa, hajdi yo'q. Faqat yektikim yapalığıda yana yağıçlık kerak. Onunga ma'qul. Menimcha sizlar yaktaklarni avar qilib yurmisizlar. Oq qo'ylarda yog'och bor. Qanchalik lozim bo'lsa, shunchalik akasizlar. Shayxim, bu yog'ochlarni o'zlari yo'tkab akitalisizlar, akasizlar, ha? Oylanmay yaptım. Kim bu ha?
yoksun mu? Götürüp oldu da. Keramet abi köle bakan. Uy, ahır bu kötü doğan oldu da. Oy, unutan bu çık gitti. Bomba, kanlaş beni. Menence, yanıla yetkim bile yapay. Əmisi yapsılar. Bu yavaşları pek olarak getipti. Demekçi men ki, men şu tağdaki yeni yavaşlarını alay. Kanda? Onu özlerinin ihtiyari şeyhim. Ondak bolsa sizi men bilen bile verip, öz gözlerimle gözler. Ha? Boludu, yürünglar köpçülük bile baraylı. Şeyhim, bu iş kitabdaki ormanlarının her nevası menin, beni qarab baxsılar. Yektekleri bilen yepişti yitip aşağı. Yedi da. Evise, yektikimni yapay. Yekteklerini yapsılar. Sili pişayman kılmaydık Allah. Ben bir katta zerdar bayvekçi tursam, levzimden yeni pişayman kılırgan işim bulamdı eken. Bu şeyh sana demiş kılgan. Hatır məlum buludu. Bu şeyhine kılgan badı. Ne yapacağım? Ondak bolsa, yektikimni rasılı yaptım ki mi? Boludu, yapsılar. Evise pişayman kılmaydık. Hili dedim go, er sözünün kaytmaydı yolvas izidin. Hergiz pişayman yemeyme. Şunu emes mi? Özleri yaman bir erkişi. Köpçülük dua bolsun ha? Bolumuz kıyı yapsılar ya. Yapsılar. Yektikimni yapım ben. Kerkeyni, erzbireyni. Bu ne mi keramet? Vay karanlar. O yektekten şunç köpeğin yapsın ne? Hemmisi benim bolde şonda mı sahavetçi begin? Oy. Bayvetçe. Hem de bu yağaçlarının her nevası benim bolde. Şondak mı? Nijatkarım, ben kızım durup hazretlerinin uluğluğunu tanıyamay kaptım ben. Ben cuvayni Mekke'den ölümge mehkum bolay. Özürü pişayman kılıvatamdı la. Nemi kıldı sılışını kılay. Oğlum Nijatkarım Cenab-ılarga yağaç lazım bolsa gün çıkış, gün petistiki işki tağına yağaçlarını halıgan çıkisi vasıla. Kemenilir kılmaymen, fakat günahını tilaymen. Nijatkarım, özürüme de kılayman. Kursla, hatırcam bosla, bu yağaçlardan köp işletmeyme. Yenikili biz şeyhler, her kız mı kişinin hakkını yemeymiz. Yağaçlı mı bekağı anmaymiz. Hazır sile, yağaç sadık kılan bosla, kilak etim ben. Silige bir bovak götet koyuver. Bu rast mı? Rast gapni desem ben her yeri ibadetxanaga 100 yıl çırağı iyon qıp turuvatıman. Bırak ayalım tuğuş tügül, biranımı osurup koymaydı. Yaman iştin kol üzüp, savaplıkını köprek kısla. Hop, bu etraftaki otunçlarının hemsi benim şagirdlerim. Bunun dikin, ola tak otun keskile çıksa, her kız tosmuzla. Hop, bolu da elbet şundak kılıman, hatırcam bozula. Bu tazın bir keramet buldu da. Ağsakal,
Bugün berilgen möhlet doşti. Ama ibadetxanaga bir dal yağaçmı kegini yok. Tamçı yağaçla tek bop boldu. Bırak Jigon'un karısı körünmeydi. Aksakal, bu dönem onunla rəyim qısaq bolmaydı cumu. Ko'nglim Xoş. Rahip bo'lgan kishi o'zini pok saqlab, ko'ngli ko'ksini keng tutqani yaxshi. Meningcha, sen o'z shogirdlaringga qattiq qo'lliq qilma. Kishiga rahim qiluvchiligi bo'lsa, rahim qil. Aksakal, Jigon degan odam ibadetxonaning nizamiga ko'p qitim xiloflik qilib, muqaddas Lingyin ibadetxonasining tinchligini parakanda qilib etdi. Uning bundoq olajoqlik qilishi hargiz yo'l qo'yg'ini bo'lmaydi. Meningcha kim pushaymonni og'ili qoch topolmay qolgandan ko'ra, uni ibadetxonadan haydab chiqarsakmikin deyman. Sen bilmaysan. Uning qilgan savobli ishlari nihoyat ko'p. U og'zi itdek, ko'ngli tuz odam. Hey, aksakal. Jingan. Jigon'u uçurattın mı? O en ağıttırıp durmamdı. Jigon! Jigon! Nemi gap? Berilgen möhlet doşti. Yağaçını tapşırıver de. O yağaçni men tilemeydigan boldum. Nemişka? Senin bana utturup koyup, bana 3 qitim baş urup beşini qantı bilişini kögüm yok. Oh nakes. Yine sarang boğağını karan onun. Bugün seni ibadetxonadan haydab chiqamaydigan bo'lsam. Yur, aksakalning oldiga boramiz. Bo'ldi. Kim yağaçlayman depti, ha? Men demidim mi? Ondaq bos yağaçını tapşır. Men yağaçni tushdan 3-dan urilganda topshirishga tutishgan. Bo'ladi. Yana biraz ta'xir qilib turay. Jingming! Hoş ustad. Sen tağ bağırgı berip qarab bak. Sədəqi qıyğıcılar yağaçlarını taq toşutamdı qandaq. Hop. Jingan! Hoş ustad. Sen tağının ağ tərəfiga berip qarab bak. Sədəqi qıyğıcılar yağaçlarını taq toşup kilotamdı qandaq. Hop. Ustaz, toq taraf yağış toşuvatqanlar hiç görünmeydi o. Ustaz, tam ağ tarafından yağış toşuvatqanlar çılıqmaydı. Yaxşı. Bana vaqt doşti. Senin yağaçını tapşırmamsa. Qandaq gep, çaqmaq çeqib ketdi o. Vay ustaz, çatak boldu. Quduqdaki su bulduqlap tez çıqıltırdı. Nima? Ademlerin quduqdan chiqayotgan yağaçlarni oldinmay, yana nima qilib turib tursan? Yağaçtan sunuvağın adem çıqib kelinglar. Çaqma bo'linglar. Baba. Soqat kelinglar. Rahip, Jigon quduq ostida yog'och chiqadi. Tez kelinglar. Hazır tüpürüm. Rahip Jigon quduq ostidan yog'och chiqadi. Tez bo'linglar. Rahip Jigon quduq ostida yog'och chiqadi. Tez bo'linglar.
musun? Kaymakam musun? Buraya gel. Doksan bir, 102, 93, 94, 95, 96, 97, 108, 109, 101, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 116, 109. Stat! Küçük şıkalanğa yağışlar toşup ketdi. Stat! Küçük talağım yağışlar toşup ketdi. Yaxşı. Bunu qanday qilish kerak? Yağaçın çıkıltamdı, yağaçın çıkıltamdı. Endi bo'ldi, yetdi. Ah, bo'ldi dedingmi? Yaxshi, bo'ldi emisa. Şeyhim. Şeyhim, cemi 367 tal yağış boptu. Lazımlıq yağışlarının həmmisi təx boldu. Faqat bir tal cəgili kam. Qoduq degəni bir tal yağaç var. Nima? Berim qarab baxın, qarab baxın. Bu yağış dəl caydı ikən. Del joy diken. Şundaq. Cigom, yelpigicimni ishqi silib, bu yağaçni yelpib chiqag'in. Toy, sen yağaçni bo'ldi yetishdi degan tongo. Hozir sen meni karomatimni bilib olding. Endi karomat ko'rsatamayman. Bu jagiga o'zing bir amal qil, ha? Ukam, Silinmiş yağış yetişdi deyla. bunu men nereden biley? Qani bir amal qilsizlar. Mening nima amalim bo'lsin? Bo'lsizlar, Jigon shayx yalvursizlar. Ma'qul. Ukam, jenim shogirdim, gapimga quloq solg'in. Bir amal qilib, menga bir yordam qilib qo'ygin, ha? Hay, sen taxmaga 3 qatim ta'zim qilishga qarzida. Hay. Ma'qul, men ta'zim qilay. Hay, bo'ldi. Ta'zimlaringni nemi kergi. Mundaq bo'lsin. Sen berib yog'ochni yerim kun randiligin. Shu zaman bu yagim o jag hozir bo'ladi. Men bir rendilemdim. Ben... Bo'ldi. Endi bo'ldimi? Stat mana. Yaxshi. Bo'ldimi? Endi qo'y bo'lganda. Nerga tala. Yaxshi. Kerakayni ansiparayni. Uy, buna jag chiqdi.